Biz bugün başlap dostum Abdurrahim Dövlet bilen Hukum ve Riyallık programısı namaslı bir program ötküzmekçi. Bu programını ötküzüşki maqsadımız bizninki. Şu hukum arkalık real dünyaga bir qarab chiqmoqchi. Mundaq chiqayotgan vaqtda o'zimiz reallikqa va bizga munosabatlik shaxslarga kuchlarninki o'tirishki munosabatlarga ijtimoiy palladagi hukmlar orqali qarab chiqish shunaqa yuritib berishga tirishish. Gücümüz yetişçe yürütüp tirişimiz. Hukum men o'ylayman, hukum men uchun bir qandaq bir dengizda kema yuradigan kemadagi bir yechim kompas qanday muhim bo'lmasa, meni tafakkur qilishimda dunyoni tushunishimda hukum shunday muhim rol o'ynaydi. Yoki biz bilmaydigan bir yerga borgan vaqtimizda biz hozirgi zamondagi bu yo'l ko'rsatkich yoki navigatsiya degan bu uskuna yoki bu programma qanday muhim rol o'ynagan bo'lsa, bizning tafakkurimizda, o'ylashimizda shunday muhim rol o'ynaydi. Hukum degan vaqtida bu reallikdagi voqea hadislar yoki narsalar shunaqa har qanday bir narsa haqidagi bizningki kallamizdagi loyihalangan bir qurilma deb tushunsak bo'ldi. Endi abstrakt hukum degan. Hukum amaliyotda bizningki bu voqea hadislarni yoki dunyoni tushungan vaqtimizda bizning tafakkurimizni bir sistemaga elib keladigan bir zihni faaliyet. Mandaq ish aytganda biz balki inson haqida, jamiyat haqida yoki har qanday bir narsa haqida har xil ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar bizning qalbimizda qalamaqam bo'lishi mumkin. Bir uchur ma'lumot sifatida bilishimiz mumkin. Ama hukum bütün ma'lumotlarni sistemlashtirib, tashkillab, bizning shu voqea hadisa yoki narsa haqida sistemlik analiz qilishimizda, tafakkur qilishimizda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Onun hukumun yana bir cho'ng alayidagi abstraktlik. Bu insonning hayotida intayin muhim deb qarayman abstraktlik o'ylashni. Chunki abstrakt o'ylagan vaqtda inson hozirgidek mana konkret narsalarni halqib o'tib, o'zi ko'rgan narsani halqib o'tib, ko'ranmagan narsalarni o'ylashga tamoman qobiliyatga ega bo'ldi. Bu qandoq degan gap degan vaqtida ko'z oldimda bir zulmni ko'rdim. Ama ben onun keyindeki sebebini o'ylamasam, abstraktni o'ylamagan bo'laman. Bizning hayotimizni tatbiqlasak, dushman degan bo'lsak, dushman degan hukmni dushman qarshi tarafga har qandaq qo'ldagi vositalarni ishlatib turib ziyon berish deb o'ylagan bo'lsak, Xitoyni dushman deb o'ylagan bo'lsak, Xitoyninki bizga qaratgan har qandaq siyosati, ya'ni har qandaq siyosatni chuqur o'zining manfaati uchun bizga ziyon berishni deb o'ylay olamiz. Buni biz Sharq Turkistonlik do'stlik bilan o'ylasak, Sharq Turkiston uchun yurgizgan har qandaq siyosati chuqur bizning zihnimizga. Mayli bizga u yaxshi ko'ransin yoki yomon ko'ransin. Agar masalan bunda o'ylagan vaqtimizda bir Sharq Turkiston bir a'zolarininki burni qongan yoki Sharq Turkistonninki bir yog'och yoki o'simlik yoki boyliqi zaxmiga uchirgan, hatto bir hayvonimi ziyonkashlikka uchragan taqdirda bu yerda cho'qim bir ziyonkashlik bor deb aniq buni bekitalaymiz. Shu dushman hukumimiz agar aniq bo'lib ketgan bo'lsa, balkim nurg'un ishlarda balkim biz oldin elib yetarlik tajriba savodga, ma'lumotga shundoqla tadbir olamiz deb o'ylayman. Hukumun yeni bir çoğun alaylık olsa bana nispeten kimlikimizi tanışta intiharı mühim. Yani kimlik tabirleşti. Mesela bir ben Şarkı Türkistanlık, bir Müslüman, bir Uygur deb üzerimi tabirlegen bolsam, şu hukum dairesi kirgizgen bolsam. Şarkı Türkistanlığa ait barlık alaylıklar, Uygurluğa ait barlık alaylıklarını şu hukum arqılı bilerleyme ve mendek oylaydıgan başka Şarkı Türkistanlığa okşaş hareket kılalayma. Ma'lum bir voqeaga nisbatan o'xshash pozitsiya bildira olmayman. O'xshash psixikalik holatga ega bo'la olmayman. Bir uqum orqali butun Sharq Turkiston bir yerga kelaoladi degan gap. Ya'ni uqumning kuchi o qadar cho'ngki, bizni bir insonning kuchidan halqib, biz oid bo'lgan butun jo'grafiyadagi insonlar bilan o'xshash harakat qilishga yetaklaydigan bir kompas xarakterlik bir zihniy faoliyat. Uqum undan boshqa bizni bir yerga olib keladi. İctimai hamkorlikni kuchaytiradi. Bir uqum orqali biz bir yerga kelaolamiz. Ya'ni uqumninki seyir kuchi mo'jizaviy xarakterda mushaddab qarayman. Agar uqum bo'yicha o'ylamasak, biz parchalanib ketamiz. Ya'ni biz bizni qilgan o kuchdan ayrilib qolamiz. Uqumning uchta alayligi bor. Dal biz bugungi mushu programmamizda mushu uqum orqali biz naqadar bir cho'ng bir boyliqqa, ma'naviy boyliqqa, aqliy boyliqqa ega ekanligimizni kuchimiz yetishga yurishib tirishimiz. Siz davom qiling Abdurim. Hozir siz degandek hukum agar biz fikr qilishni bir o'rmonliqda safar qilishga o'xshatsak, o'ylanishni.
bu ormanlıkta ezip kalmaslıkның birinchi qo'limizda tutib oladigan qo'lchig'imiz uqumdan iborat. Chunki agar eng dastlabda uqumni to'g'ri tushunmagan vaqtimizda biz amaliyotda o'zimiz tafakkur qilayotgan konkret shu soha masala haqida hech bir zaman to'g'ri xulosaga ulaşamaymiz. Masalan, biz demokratiya haqida o'ylagan vaqtimizda agar bizning demokratiya haqidagi uqumimiz ko'chada anglagan bir tushuncha bo'lsa, ya'ni ilmiy tushuncha emas, balki xalqning ig'izidagi bir gapni anglab olib, demokratiya bunday narsa ekan deb tushunib olgan bo'lsa. Bu vaqtda men demokratiya haqida qancha fikr qilib ketay, mening qo'lga kelgan oxirgi xulosalarim hech bir zaman to'g'ri bo'lmaydi. Buni bunday narsaga o'xshatish mumkin. Biz o'zimizning tafakkur natijalarini bir binoga o'xshatsak, bu binoni tashkil topgan eng kichik element yoki birlik parcha kesaklardan iborat. Shu kesakka o'xshash birgaga kelib bir fikr sistemasini, bir ideviy tushunchani maydonga keltirdi. Agar biz ma'lum bir ideviy tushunchaga ega deb qaragan vaqtimizda o'zimizda, buning oldingi sharti shu ideviy tushunchani tashkil qilgan uqumlarni hal qilish demoq. Agar u uqumlar haqida bizning tushunchimiz, masalan deylik, bizning dinimiz nuqtasidan, masalan, tavhid, oxirat, namoz, ro'za, zakat deganlar haqida, masalan, bizning diniy ta'lim-tarbiyamiz eng ol qilingan narsa nima? Mushu uqumlarni bizga aniq o'rgatadi. Tavhid dinimiz Allohni bor va bir deb e'tiqod qilish. Agar bir odamning tavhid tushunchasi unda bo'lmay qolsa, ammo ig'zi tavhidning gapini qilsa-mu, ammo uqum ma'lumotchilik yuz bergan vaqtda xatarli hol kelib chiqadi. Endi bizni buni boshlashimizga muhim sabablardan biri siz bilan deyishdik. Biz Xitoy ma'rif sharoitida nazariya, uqum deganlarni o'rgatilmadi bizga. Biz nazariyadan yiroq yetishtirildik. Nazariya kishilarga zerikarlik bilinadigan, gap qiladigan kishilarni nazariyachi, quruq nazariyachi deydigan bir xil salbiy bir tamg'a bor. Amaliyotda bu to'g'ri emas. Masalan, uni esimda qolishicha, fransiyalik 18-asrlarda o'tgan bir Diderot deb bir nima bor. Mutafakkurlar va Fransiyaning oqartish zamonida. Ularning maxsusligi ensiklopediya tuzganlar. Ensiklopediya iqimi deb ataladi hatto tarixda. Ularga dal eng avvalmış uqumlarni birlikka keltirish degan bir harakatdan boshlaganlar. Menimcha biz Uyg'urlar hozir bir xil fikriy inqilobga muhtoj, bir xil aqliylikka, ratsionallikka muhtoj. Bu ahvolda shu uqumlarni to'g'ri tushunishdan boshlash menimcha bir to'g'ri qadam bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Biz bugun shu misol sifatida bir uqumdan boshlaylik. Adiljon, sizningcha qaysi uqumdan boshlaymiz? Menimcha biz uchun intayin yoki har zaman muhim bo'lib kelgan shu kollektiv xotira degan uqumni boshlasak muvofiq deb o'yladim. Bu kollektiv xotira degan uqum bu ijtimoiy xotira yoki ijtimoiy tutish deb ataldi ijtimoiy fanlarda. Bu uqum qachon o'tirib chiqqan ijtimoiy fanlarda? Bu 19 asrning ikkinchi chorakida o'tirib chiqqan. Oldin bilan bu psixologiya sohasida o'tirib qo'yilgan, ya'ni insonning psixologik jihatdagi esda saqlash yoki xotirasi nuqtasidan chiqish qilib turib, ya'ni bir inson unutishni deyishsa qanday narsani unutadi yoki nimani xotirlaydi yoki beshiqi bir qiyinchilik yoki azob yoki uqubat kelgan vaqtida uningdan qanday qutuladi yoki qanday esga oldi deganni chiqish qilib turib o'tirib qo'ygan. Keyin bu 1925-20 yili fransiyalik filosof va jamiyatshunos Hauskinninki uqumni taraqqi qildirish bilan bu ijtimoiy fan sohasiga kirdi. Ammo undan burun bu jamiyatshunoslikka barpochidan bo'lgan Emile Durkheim. Uningma shu ijtimoiy kollektiv xotira degan uqumni jamiyatshunoslikka elib kelish orqali burungi insonlarningki yoki jamiyatningki yoki jamiyatni tutib turish uchun shu kollektiv xotirniki nihoyatda muhim rol, qanday rol o'ynaganligini ustida tadqiqot olib bordi. Chunki bu Durkheimningki jamiyatshunos tushunchasida bu jamiyatga funksiyon nuqtasidan qaraydi. Chunki har narsaning bir funksiyoni bor. Bundaqda dal ijtimoiy xotirning shunday bir funksiyoni bo'ldi deb mushtoqdan chiqish qildi.
Bu cemiyetşünaslыкka, psixologiya muşunu bilan kirib kelgan. Hatta bu Ikkinchi Dünya urushidan keyin bu natsistlarninki lagerda yotgan Yahudilar bor. Bu Yahudilar demak tadqiqot elib berildi. Bu tadqiqotda Yahudilarning mushu boshdan kechirgan azob uqubatlari, tragediyalarini qaysi shaklda eslaydi, qanday xotirlaydi degan masala ustida cho'nqur va keng doirali tadqiqot elib berilgan. Hatto dal mushuni qilib Germaniyada maxsus shu Yahudilarniki amaliy holini chiqib turib eslatish madaniyatda bir madaniyat shakllantirib ekan Yahudilar. Tragediyasini qattiq unutib qolmaslik kerak. Shu tragediyani unutib qolmaslik kerak. Shundaqla kelgusi avlodlarga shu millatga tava tarixiy o'tmishlarini, tajribalarini, o'zi yaratgan moddiy, ma'naviy, madaniyat munosabatli barliq uchrambalarni yetkazishni ko'rgan holda bir eslatish madaniyati shakllantirib ekan. Mush doirada Yahudilar hozirgacha kino orqali, romanlar orqali, Nobel mukofotlari orqali, teatr orqali, san'at orqali, adabiyot orqali buni nihoyat izchil bir shaklda davomlashtirgan. Şunda. Olar özünün ötmüşteki zulmünü, özünün bugünü ve kelgi, ötmüşte uçurgan zulümlerini bugünü ve kelgisi üçün ait yaxşı hizmet buldurgan deyişki oldu. Şunu koşkum geldi. Buna bir misal süpütüde biz Xitay'da yaşayan vakitte hemimiz münasip bilimiz Xitay hazır kadar kılatıdı. Her yılı o Japon'a karşı televizyon filmleri, kinolarını işleydi. Onun da tasvirlengen yapılarının obrazı hem özgürüz. İntihayın naçar, yani paka, ait kürümsüz, set, kiyim kiçekliğine ait ebga kiyimlerini giygen, ait yakımsız vakıraydıgan, avazı bir yakımsız, şunda kişilerini tallap artistlikka çıkırdı. Der şunun da Xitaylı yetmekçi olan maksat, yani Xitay hükümet yetmekçi olan maksat devlette, Xitay'ın kollektif hatırasını her vakit, yani Xitay'ın kollektif hatırasının tarihteki Yaponlarning tajovuz qilgan o'tmishini hech bir zaman unutildirmaslik. Unutildirmaslik orqali shuni yangi tutishga tirishish. Ya'ni har vaqt Yaponiya bizning yenimizdagi qo'shnimizlar emas, balki xatarlik dushmanimiz degan mushu ongning sustlashib ketishini oldini olish. Shunglashqa hozirga qadar buni izchil qilyotdi. Amaliyotdan nurg'un bizning engimizdami xuddi Yaponiya desam kichkimizdan boshlab ko'rganligimiz uchun kallamızda naitli bir xil. Eğer dikkat kılmışsak naitli vahşi, naitli eski, naitli yavuz kişiler göz aldığımızda keldiğen bu kılalık. Nurg'un şu 70. yıllarda olan, 80. yıllarda olanlardan menimce menisi de Japonluk hakkındaki obraz, ularning şu qamlashmagan kiyimleri bilen naitli zich bağlanışlık. Demek Xitay hükümeti bu bir yerde nima ish qilyotdi? Öz xalqini, yani Xitoylarning kollektiv xotirasidan shu muhim o'tmishni chiqarmaslikni o'ylashyapti. Undan boshqa Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin qilgan eng muhim ishning birisi nima? Bizning tariximizni qayta yozish va o'zgartirish. U orqali yetmoqchi bo'lgan maqsad bizning kollektiv shu xotiramizni sun'iy shaklda qayta yaratib chiqish. Uyg'urlar o'zining tarixini eslagan vaqtda Xitoyni qutqazguvchi deb bilish. Bizning o'tmishimizning intayin namrat ekanligi, Xitoylik kelgandan keyin yo'llar yasalganligi, burun bizning naiti qo'noqning verdigan un tatib yeyganligimiz, Xitoylik kelgandan keyin ani qo'sqimizning to'yganligi degandek bizning o'tmishimizni sun'iy shaklda yaratish orqali Xitoyni hech qanday dushman bilmaydigan, Xitoyga bo'lmaydigan, qapqini turmaydigan yuvosh bir Uyg'ur millatini yasab chiqishni maqsad. Ma'lum şekilde mutlak g'alaba qilgan demasakmi, Xitoylarning bu urinishi bizning ba'zi Uyg'urlarimizda o'z ifodasini topgan. Buni tushunishning yana bir muhim bir nimasi, o'qirmanlarga shuni tavsiya qilaman. 1984 yil dağlıq romanında bir haqiqat ministrligi deb bir ministrlikni tasvirlaydi. Uning ismi haqiqat ministrligi, ammo ularning qildig'ini doim o'sha haqiqatni burmalash. Yüz bergen tarixni burmalash orqali shu davlatda yashayotgan fuqaroning yanida o'tmish haqida butunlay soxta bir tushuncha yaratishni maqsad qildi. Bu kitobda mashhur jiq naql ilingan bir gap bor. U bo'lsa qaysi desa, o'tmishni kim kontrol qilsa, kelgusini shu kontrol qildi deydi. Masalan biz bunda bog'lab o'ylab baqila buni.
Kollektif xotira deganlik kollektiv es degan. Biz buni kollektivlik nuqtasidan chiqib bir shaxsga tatbiqlaydi. Masalan, menga. Agar men eslamamni yo'qotsam kim bo'laman? Eslemesini yo'qotgan kishilar, xotirasini yo'qotgan kishilar amaliyotda kimligini eslayolmaydi. Bu haqda biz nurg'un kino ko'rdik. Masalan, eng dağlıqlarından biri Amerika'nın Jason Bourne deydiğen bir casusu tasvirlengen bir kino var. Yani Jason Bourne'nin kimligi deydiğen. Aşınolda Bourne o'zining kimligini unutib qoldi. Bir o'q yegandan keyin. Shuning bilan u eslab saqaydi keyin. Saqaygandan keyin tinch yashash imkoniyati bor. O'zining pulusi bor. Ammo men kim degan savol nihoyatda bearam qilg'achmi uni. Oxiri o'zining qo'lidagi yip kuchiga asosan o'zining kimligini eslash sabriga otlandi. Demak, bir insonga nisbatan kimlik eslamasini unutib qolish, kimligini unutib qolish. Xitoy dal shuni bilgachgan, shu ishg'olchi kuchlar har doim ishg'ol qilingan tuproqdagi kishilarning kimligini qayta qurmoqchi bo'ldi va bu qayta qurishning vositasi dal ularning kollektiv xotirasini tarixni o'zgartirish orqali o'zgartirish. Buna ait muhim bir tarifi. Bunu davamlaştırırsak hamda hem meninki hem sizinki gepinizi yığınca kılsak bu kollektiv xatirini ortak düşünce, ortak hareket, ortak pozisiya, ortak psikik haletga ega bo'lishimizga bir imkoniyat yaratib beradigan. Başkalar bilan ortaklaşadigan ideya, qadriyat, e'tiqod, qoida, norma, örf-odat turkisida vujudga chiqqan uchur ambalar bilan shakllangan zihniy faoliyat deb tushunsak bo'ldi ekan bu hukmni. Shundaqla bizningki guruh kimligimiz. Ya'ni bir guruh kimligimiz deganda etnik, milliy, siyosiy, madaniyat kimligimizga munosabatli barliq voqea hodisalar. Ya'ni barliq voqea hodisalarninki shu guruhga, shu kimlik ustidagi g'oyat zo'r uchur ma'lumot ombirini ko'rsatadi. Ya'ni bizga oid, biz maddiy va ma'naviy yaratgan vujudga chiqqan barliq madaniyatga oid uchur ma'lumot ombiri. Dal bir şeyde bu kollektiv xotira degan vaqtimizda qalimiz qilgan birisi kollektivlik. En xos alaydi. İkincisi ortak buluş. Üçüncüsü hozir men deb o'tganimdek uchur ombiri. Bu en çok xos alaydigan birisi. Dördüncüsü simvollik ega bo'lishi. Chunki bizniki ham belgi simvollik ega bo'lish deganga amaliyotda bizga o'rtaq bo'lgan narsani biz simbol orqali biz mesela dop orqali biz darhol qalbimizda shu uyg'urlar keldi. Doppaga oid barliq uchur ma'lumotlarni bilsak, uni shunchalik ahamiyat beramiz. Yoki biz bir qahramonlarni ifodalaydigan ma'lum bir simbol bo'lsa, uniga oid uchur ma'lumotlarni yaxshi bilsak, uni biz oxirigacha uni yashinta olamiz. Ya'ni bunday chiqib ketgan vaqtida bu kollektiv xotirniki biz jamiyat uchun yoki bir millat uchun eng chong funksiyalardan birisi, alaylikligi, foydalaridan birisi. Madaniyatimizni, milliy kimligimizni sijillikqa ega qilishda va kapolatga qilishda intayin muhim rol o'ynaydi. Agar bu to'g'risida biz xotiramiz ini qo'ymay qolib qolsa, bu sijillikqa ega qilolmaymiz. Hozir siz deb o'tganingizdek, bu Xitoylar bizningki shu madaniyatimizni, siyosiy kimligimizni biz Uyg'ur bo'lishimiz bilan yoki Sharq Turkistonlik bo'lishimiz bilan o'ttirib chiqqan barliq voqea hodisalar yoki boyligimizga oid uchur boyligimizni Xitoylar nəhayət yaxşı bilgən bo'lg'achqa, u o'zining manfaatiga bo'ysundirib, ya burmalaydi, ya yo'q qildi, ya boshqa bir narsa qo'ydi o'rniga. Ya'ni u birinchi alayligi. Agar siz davomlashtiring, men qo'shimcha qilsam bo'ldi. Mening faqat qo'shmoqchi bo'lganim hozir siz degandek bu kollektiv xotira bizning madaniyat kimligimizni saqlab qolishdan boshqa mening qarashimcha eng muhim bir tarafi hozir biz bir o'zimizning hurriyati uchun mücadele qilayotgan bir millat bo'lib sifatimizdan biz eng zarur ishning birisi ijtimoiy uyushish kuchining yuqori bo'lishi. Uyg'urlarning orasida. Ya'ni uyushchanlik o'rtaq maqsad uchun hamkorlikni vujudga chiqara oladigan bir iqtidor. Bundan qarashimcha shuning ostida yotgan eng muhim sabab shu kollektiv xotiraning kuchli yoki zaiflik bilan munosabatlik deb o'ylayman. Chunki kollektiv xotira bizga o'rtaq kimligimizni texmi eslatadi. Bizni o'rtaq taraflarimizni texmi xotiramizga soladi. Agar bir millatning
tip xotirasi, ya'ni o'tmish haqidagi kollektiv xotirasi qancha ixtilofli bo'lsa, har xil bo'lsa, yoki ojiz bo'lsa, ularning bugungi kunda kelgusi maqsadlar uchun o'rtaq bir yerga kelib harakat qilish ehtimolligini meni qarashimcha tuvan bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni kollektiv aslimini men bu demoqchi o'g'lim, kollektiv xotirani nuqul o'tib ketgan narsa emas demoqchi. U o'tib ketgan ishlar emas, balki bizning bugunimiz va harakatimizni kontrol qiladigan yushrun bir qo'mondonlik markazi. Şu bu noktada biz keyingi programmalarda mutlaka çok to'xtalishimiz kerak deb o'ylayman. Masalan, biz chet elda yashayotgan Uyg'urlar bilan suhbatimizda kollektiv xotiramizni qanday tirik tutamiz? Uni qaysi xil kollektiv xotiramiz bilan avlodlarimizga buni biz yetkazamiz? Uning uchun biz konkret nima xizmatlarni qila olamiz? Deganga o'xshash masalalar menimcha texmi inchki so'zlanishi lozim. Bu siz degan bu unaytı muhim narsalar, bunun konkret ifadeleri. Kelerek belki program belki bunu çok tepsil tırgılışımız gerek dep oylayman. Bizim programımızın ufkum ve reallik boğan için biraz bunu dep öttük yani. Ufkum bir millet kimlik şekillendirilgan şundakla bir ufkum arkalık bütün milletini bir yerge ilip gelip okşaş pozisiya ve okşaş hareketke okşaş mevqege qadiriyeti iyi kılgan bir zihni faaliyet dedik. Del kollektiv xatırma del bu şundaq rol oynaydı dedik. Bu siz bir tarih pozisyonunuzdan bu 8. asırda tiklengen Mengü taşlar var. Mengü taşlarda hem de zaten Türkler ya biz Uygurlar çok narsani unutup qalganligimiz, unutup qilishga yaqin bo'lganligimiz uchun belgi qolgan bir xil og'ringandek qilib yozdi. Hatto tashqa yozdi uni. Hatta unutup qolmaydi bunda. Chunki Xitoylarning barliq zulmlarini, bizga tutgan pozitsiyasini, siyosatlarini, hatta bizga yurgizgan irqiy qirg'inchilikni tap yozdi. Ya'ni buni ifodalash uchun urug' sirat. Ya'ni urug'ini quritib o'tishga mush huquqni ishlatdi. Agar nimishqa? Chunki burun ashlar ishlar bo'lgan bo'lg'achqa, u bizim podshoyimiz buni yozgan bo'lishi mumkin. Ashuni o'ylab yozdi deb o'ylayman. Aradan ming yillar o'tdi. Ammo shu Xitoy shu o'zining kollektiv xotirasini har xil usullarda saqlab qolganlik uchun qo'lga kuch kashdi, imkoniyat ega bo'ldi. Nəhayət gücləndi. Mush fursatdan foydalanıb bizga irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Biz yurgizishdan burun Xitoylar taraqqiy qildi, ham dunyo bilan birlashadigan bo'ldi, balkim g'arb ellari bular besim qilib demokratik o'tish mumkin deb o'zimizcha nəhayət bir yaxshi o'ylab baqdik. Ammo kollektiv xotiramiz balkim kuchli bo'lgan bo'lsa, o'z vaqtidagi shu vaqtdagi tragediyani balkim tarixchilarimiz degan bo'lishi mumkin, biz balkim bilmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Balkim ovozi past chiqqan bo'lishi mumkin. Keng xalqlar yetkazolmagan bo'lmasligi mumkin. Chunki sharoitning cheklanishi tufayli. Ammo biz shu narsani unutib qoldik. Xitoylarning dushman ekanligini, Xitoylarning o'z vaqtida dal shu bizga irqiy qirg'inchilik yuzgarligini unutib qoldik. Demak kollektiv xotiramizda masala bor degan gap. Albatta bizningki mustamlik ostida qoldik. Nurg'un siyosat jihatdan o'zimiz aktiv holda maydonga tushmay, masalalarni hal qila olmadik. Cho'ng planlarni tuzib işinden kalamadık. Ama unutmaslık yoki bir şekilde bunu tirildirish ibaret anelse şu şarayitlarda imkan bat deb o'ylayman. Chunki Xitoy qudrat kelgan taqdirda hammani kontrol qila olmaydi. Shundoq, albatta shundoq. Menimcha bizning bu unutqoqligimizni kelayotgan programmada texnik ko'p misollar bilan so'zlashimiz lozim. Masalan, biz hozir 1000 yil burungi burungi bilgi qolgandan shu vasiyatni bir tarixga belki unutib qilish haqida bir qancha bahonamiz bo'lishi mumkin. Biz uni ko'rmadik, bizga yetkazmoqchi ekan debchi. Tamam. Ammo biz hayot vaqtida o'z ko'zimiz bilan Xitoyning selayotgan zulmlarini ko'ryapmiz, beshimizdan o'tkazyapmiz. Shunda turg'uliq biz jamiyatimizda xalqimizning unutib qilishga moyil bo'layotganligini, o'z unutib qolg'usi borligini, xuddi Xitoy bizni bir necha yil burun bizning unutqanlarimizni lagerga so'lamagandek, bizga insoniyat tarixida misli ko'rilmagan bir zulmni solmagandek hissiyotga tez kelib qolyapmiz qo'rqinchli tarafdan. Biz bu vaqtda to'xtalaylik. Menimcha.
Keler programmacı toxtasak siz hamda yoki biz kollektiv xotirni texin bir konkret ifodalab bir narsa o'xshasin, nima o'xshaydi siz? Kollektiv xotira balki bunday narsaga o'xshashi mumkin deydi biz. Bayan siz dedingiz kompyuterda bir sistem var. Kompyuterda biz Windows sistemisi deydi. Bu Windows sistemisi bo'lmasa yoki sistema deydi. Windows sistemisi demaydi chunki alma telefonlar, kompyuterlardagi sistem boshqa emasmi? Ya'ni kompyuterni biz ishlatadigan holga keladigan bir sistem mavjud. Agar bu sistema bo'lmasa, kompyuter bizga nisbatan bir qattiq ekran bilan knopka taqtisdan boshqa narsa emas. Ya'ni kompyuterni kompyuter qilib turgan narsaning ichidagi sistema. Xuddi shunga o'xshash, agar bizni biz qilib turgan narsa kimligimiz bo'lar bo'lsa, bu kimligimizni tashkil topqizgan narsa dal bizning o'tmishimiz va o'zing xotiramiz. Menimcha, mushu o'xshash biraz obrazliq va ismimizni qoldirganroq bir narsa bo'lishi mumkin. Chunki bu mayli Almanınki yoki Windows'un olması biz datadan şekillendi ya. Şu datalar ameliyatda bir yer kelsa, sistemni qoldi bir yer kelsa, şu Windows yoki bu Alman iborat uni o'tirib chiqara oladi. Şu datalar intayin muhim. Dal kollektiv xotirma şu Windows'ni yoki shakllantiradigan barliq uchur almat manbai. Yani demek şu onun biz şu kollektiv xotirimizda uchur ma'lumot ombirining o kadar muhimligini ta'kidlaydi ki bu tadqiqotlarda. Biz ne kadar cho'nqur bo'lsa, ya'ni o'tmishimiz haqida, madaniyatimiz haqida, san'atimiz haqida, adabiyotimiz haqida, tarix shaxslarimiz haqida, kitoblarimiz haqida, hatto tragediyalarimiz haqida, tragediya menga intayin muhim deb o'ylayman. Azob uqubatimiz haqida ushbu ma'lumotlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha bizni tirik tuta olamiz va biz bo'lib tura olamiz. Chunki bu normal inson agar ahamiyat bersa bir narsaga, inson bu sifatlar bilan falan tutib qolmaydi shundami? Shundoq. Özür biz tabiiy programni montaj qilmayli qilmoqchi o'ylashdik. O'sha ketib qolsa to'g'ri tushuninglar. Demak, shu o'g'lim agar biz ahamiyat bersak, tushunammi? Hargiz unutib qolmaymiz. Shunga demak, ba'zi kollektiv xotirimizga o'tmishdiki yoki yaqin zamon o'tmishdiki yetarli darajada ahamiyat bermaganligimiz uchun unutib qoldik desak bo'ladimi sizcha? Bu butunlay bo'ldi. Masalan, o'sha psixologiyadami odam qanday narsalarni unutib qoldi degan vaqtda oddiy javob berib psixologlar ahamiyat bermaydigan narsalarni oson unutib qoldi. Real turmushda mana shunday. Masalan, biz muhim deb qaragan bir ishimizni unutib qolmaymiz. Sen bir musulmon bo'lib bilan o 5 vaqt namozni kunda o'qiganimizni unutib qolamda, unutib qolmaydi. Xuddi shunga o'xshab biz buni tatbiqlasak, agar biz o'tmishimizni, beşimizden ötküzgen müşi tragediyalarni unutib qolgan bo'lsak, ikki sababi bo'lishi mumkin. Birisi ahamiyat bermedik, muhim his qilmadik. İkincisi aşı tragediyalardan qasddan qechyapmiz, ya'ni o'zimizni aldayapmiz. Ya undaq qilmasa, Xitoy endi undaq qilmas deb o'zimizni aldayapmiz. Amaliyotda u unutib qolmasligimizdan ammo o'zimizni aldayotganligimiz bo'lishi mumkin. Ya, şu siz degandek yine bir bu bazı ahlakşünaslar var endi. Deydi ki inson deydi bir narsa qancha ko'p xotirlasa, shuniga parallel shunchalik inson bo'la oladi debchi. Shundoq. Masalan, Qur'onning bir ismi zikr. Qur'onning bir ismi zikr. Bu zikr arab tilida nima demak? Tilga olmoq degan gap, ya'ni eslatmak degan gap. Masalan, innaha tazkira. Qur'onni bir yerda shunda sifatlaydi. U bo'lsa-mu eski sağıcıdır, senin səmingi turğucudur dedi. Kur'an okuyan kişilerge məlum. Kur'an-ı Kerim'nin 3'ten 1 kısmı, hatta onu köprək de ötmüşteki ümmetlerinin qanda olub valak boğallığı haqqıdaki ilahi obzorviyat olgan. Yani Allah'ın obzorviyat olgan. Olmanda qılğaçqa alaq boldu deb her daim diqqətimizni ötmüşke tartıdı.
her daim ötmüşke tartıdı. Mesela Bani İsrail'e eyliye vakti her daim ulanın ötmüşteki hatalıklarını tilga edip durup ulanı eyleydi. Demek bir yerde ötmüşten ait mühim ilkelikini biz Kur'an-ı Kerim'deki aşk ayetler arkalık mı bilaleyimiz? Aşk ayetler arkalık mı bilaleyimiz? Yani sevmek izlep duruş, eslep duruş, menalca. Hakikaten biz real durmuştum aslında. Eğer bazı nesillerini isimli septumuzsa, başkaları septumuzsa biz mi unutup kalırız? Şuna her daim hatırımızı pakiz tutuş için menalca biz kılışkı tigişlik işlerimiz ait köp. Mesela devletlenmiş kılıdı. Mesela Türkiye'de Cumhuriyet Günü var. Çanakkale'ne hatırlaş günü var. Müstakillik kuruluşuna hatırlaş günü var. O Türkiye'de yok evliyetten. Nurgun devletlerdi. Ne için alaydı küllerini bitiş arkalık, şuladı bayram kılış arkalık bütün devlette ortak bir neç gün bir keyfiyet yaratış arkalık bu devlet yetmek için olan maksat ameliyette ben aşı sımırlılık vakalarını kişilerin izinin çıkıp geçişini almalıyız ve küçük kinki evlatlara aşı ortak esne yani aşı ortak hatırını aktırış, sındırış. Bu siz degende del muşu kollektif xatirning kimi tashkil qilgan nurg'un omillar var endi. Eng muhimi birisi mush urf odatlar, shu millat nisbatan muhim kunlar, bayramlar, murosimlar, makallar, tarixiy bo'lgi ahamiyatga ega voqea hodisalar va mush kollektiv xotirani eslatadigan narsalar. Albatta bizning vatanda siyosat bizning qo'limizda bo'lmaganligi uchun ba'zi narsalarni cheklik doirada eslab qoldik. Lekin buni nima uchun chet elda nima ish qilamiz deganni kerak program deyishimiz mumkin. Demak, shu o'g'lim mushu tashkil qilgan kollektiv xotirani tashkil qilgan mush omillarni qat'iy unutib qolmaslik kerakligini ta'kidlab o'tgim keldi. Programımızda onda bir cümleler ahırlaştırıp oydu. Siz qo'shimcha qilsangiz bo'ldi. Yani insan sizin var ve ameliyatta etimologiyasi qaragan vaqtda ikki tarafdan keldi. Yani birisi nisyan unutib qolish, yani birisi empati, yani hemhal bo'lish. Boshqa insonlar bilan hemhal bo'lish. Bu nima degan vaqtda ajoyib hikmat bor bu ishda. Yani unutib qolsangiz bo'ldi. İnsanlık tarafınız azlab ketdi degan gap. Ama siz yine insanınki ünsiyet degan o ma'nosi bilan o'ylasangiz, men bir dada bo'lib bilan bolalarim bilan, bir Uyg'ur bo'lib bilan butun Uyg'urlar bilan, yani. Onu bir Sharq Turkistonlik bo'lib bilan Sharq Turkistonga oid insonlar bilan. Yoki men qilgan tilimni barliqqa keltirgan yoki mening shunday hozirgi urf-odatga ega bo'lishimga vasila bo'lgan Uyg'ur urf-odatlarni. Ondagi musulmonlik kimni va boshqa kimni dal mush ünsiyat degan, ya'ni insonninki inson qilgan mush aloyidligi bilan men buni joriy qildira olaman. Dal bu nim deganda dal mush kollektiv xotir kirdi. Ya'ni biz kollektiv xotirni qancha ko'p taraqqiy qildirasak, yashay olsak, insonning ünsiyat qismi shuncha ko'p taraqqiy qildi degan gap. Bu qancha ko'p taraqqiy qilgan gap, shuncha takomillashimiz degan gap. Siz buni qo'shimcha qilsangiz. Evet, yaxshi xulosa bo'ldi. Menimcha, mening qo'shimcha qilishimdan hech hojat qolmadi. Haqiqatan siz degandek, inson haqida arab tilshunoslari endi bir necha xil so'zdan keladi deydi. Birisi unutib qilishdan kelgan deydi. Yani inson unutib qoladigan maxluq. Qur'ondagi bir oyat inson bolasining ne'matlarini unutib qolganligi haqida oyatlar bor. Ondan başqa biz Qur'oni Karimda uchratgan unsi ulfat deydigan bir gap. Bayam siz degan unsi ulfat dal yani mushu so'zdan kelgan deyiladi. Nimalar bo'lmasin? Qur'oni Karimdagi kalimalarni Alloh tanlab ishlatgan deb qaraymiz. Yani bekor ishlatmagan. Mushu nuqtada mushu kalimalar bizga beradigan bu yuqorida siz tilga olgan ilhomlar, yani ma'nolar biz uchun qimmatli deb o'ylayman. Ezgürmelle biz programı işe ahırlaştırırız. Bu kollektiv xotirani intayin cho'nqur ve hukum bo'g'anligi uchun biz buni hukumni kelar programımızda davomlashtiramiz. O'zimizningki amaliy misollar bilan texnik konkurs qilishga tirishamiz. Hammanglarning shu vaqtga takrar xayrli bo'lsin. Ko'p rahmat.